Hasan va Husan aka-ukalar. Ularning ikkalasi ham suvni asrash kerakligini bilishadi. Ammo Husan shunchaki biladi xolos. Hasan esa haqiqatan ham asraydi. Voy bu, suvga hurmatsizlik shunchalik ham bo'ladimi? Nima bo'ldi o'g'lim? Bola nega yig'layapti? Dada, yaqinda hammamiz suvsiz qolib ketamiz deb qo'rqyapman. Chunki Hasan amakimning uyida barcha kranlar har doim ochiq. Ular bizning umumiy suvimizni umuman asrashmaydi. Voy, ixtishga nimalar deyapsan? Axir suvdan foydalanmasligimizning iloji yo'q-ku. U shuning uchun ham uyimizda beminnat oqib turibdi. Hamma shunday qiladi. Husan, ixtishga suvdan oqilona foydalanish mumkinligi haqida gapiryapti. Sizlarnikida esa u behuda oqib yotibdi. Toza ichimlik suvidan kanalizatsiya suviga aylanyapti. Mashinani shlang yordamida yuvishga 15 daqiqa ichida 120 litrdan ko'p ichimlik suvini sarflaysiz. Chunki suv tinimsiz oqib turadi. Agar chelakdan foydalanganingizda edi, mashina yuvishga bor yo'g'i 40 litr suv yetarli bo'lardi. Yuviladigan kiyim-kechaklaringiz kam bo'lsa-da, tez kir yuvganligingiz sababli haftasiga 1000 litrdan ortiq suv sarflaysiz. Har safar kir yuvishga 80-100 litr suv ketadi. Haftasiga yana taxminan 1000 litr suvni oilangiz jo'mrakni ochiq qoldirgan holda yuz-qo'lni chayishga, tish tozalashga va idish-tovoq yuvishga sarflaydi. 1 daqiqa ichida jo'mrakdan taxminan 7-8 litr suv oqib ketadi. Bu kuniga qariyb 150 litr suv degani. Agar tish tozalash uchun 1 stakan suv ishlatilsa, siz 2 daqiqalik jarayon uchun bor yo'g'i 200 gram suv sarflaysiz. Kuniga 1000 litrdan ortiq suvni oilangiz dushga sarflaydi. Chunki 1 daqiqa ichida kuchli bosim bilan 20 litrga yaqin suv oqib ketadi. Dushni uzog'i bilan 5 daqiqa qabul qilish va kuchli suv bosimini haqiqatan ham zarur bo'lganida ochish tavsiya etiladi. Yana 100 litrdan ortiq suvni 4 kishidan iborat oilangiz unitazni yuvishga ishlatadi. Bunda ular har bir yuvib tashlash uchun 6-10 litr suv sarflaydi. Suv sarfi oshib boraveradi, chunki siz unitaz orqali oziq-ovqat qoldiqlari va maishiy chiqindilarni ham oqizib yuborasiz. Uydagi havoni namlantirish va sovutish yoki oziq-ovqat mahsulotlarini sovutish uchun ochib qo'yilgan jo'mrak yoki dushdan foydalanish esa mutlaqo noto'g'ri. Axir buning uchun sovutgich bor. Sizning uyingizda-chi, suvni tejab, uni e'zozlashadimi? Suvni hurmat qilish orqali siz o'zingiz va farzandlaringiz kelajagini ta'minlagan bo'lasiz.